Uzmedia.tv saytida premyera. Shunday boshlanadigan ertaklarni ko'p eshitganmiz. Qadim zamonlarda ulkan saltanat, oltin toj va qudratli qo'shinga ega bir shoh bo'lgan ekan. Bu ham bir shohning hikoyasi. Ammo bu avval eshitgan ertaklardan emas. Negaki, menimcha shohlik katta yerlar yoki boylik bilan emas, balki zabt etilgan qalblar bilan belgilanadi. Ruxsat eting, xonim. Rahmat, marhamat. Kechirasiz. Ha? Suv bera olasizmi? Albatta. Salom. Oyi, qachon muz qaymoq berishadi? Hozir so'rab ko'raman. Tez orada tushlik berishadi, kutib tur. Mayli. Salom. Lekin muz qaymoq yegim kelyapti. Sizni qayerdadir ko'rganman. Televideniyada ishlaysizmi? Yo'q. Web serial, YouTuber, blogerman. Yo'q. Oyi, bu nima? Uni olib qo'y. Sumka